هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Secde tefsiri 15. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağı İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Secde suresi 15. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etadiki, ularga shu oyatlar bilan va'z nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Robbiga tasbih aytadi, hamda aytadi. Ular Robbining toat ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ularning yonlari o'rin ko'pidan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Robbining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xush qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. İmandarlarning ahvoli va ularga berilgan mukofot to'g'risida. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar, ya'ni uni haqiqatan tasdiqlaydiki, ularga shu oyatlar bilan va'z nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Ya'ni uni anglagan ve onun gap so'zi ve ish hareketlerinde itoat qilgan holda Alloh taologa sajda qiladi. Robbiga tasbih aytadi, hamda aytadi. Ular Robbining toat ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. Ya'ni shu oyatlarga ergishishdan, uningga bo'ysunishdan nadan kofirlar va gunohkorlar bosh tortgandek bosh tortmaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq degan: Şübhəsizki mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortadiganlar har holda jahannamga kirdi. Ularning yonlari o'rin ko'pidan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular uyquni mamuq ko'rpalarning ustida yonpashlab yetishni tark etib, kechini ibodat bilan o'tkazadi. Mücahid ve Hasan Allah Teala'nın ularning yonlari o'rin ko'pidan yiroq bo'ladi degan oyatidan kechida ibodat uchun o'rindan turish ko'z tutiladi dedi. Zahak bu oyatdan jamoat bilan o'qilgan isha namozi bilan jamoat bilan o'qilgan fajr namozi ko'z tutiladi dedi. Ular Robbining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib onunla dua qiladi. Yani Allah Teala'nın azabının qattiqligidan qo'rqadi. Kat savobini umid qilib dua qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ular o'zlariga foydasi bo'ladigan va boshqalarga manfaat bo'ladigan yaxshi ishlarni birlashtirib qiladi. Payg'ambar alayhisalom ayni shularning oldin qatorida turdi. U ularning dunyo va oxiratdagi sharaflik va iftixorlikdir. İmam Ahmed Muaz ibn Jabalning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men bir safarda Payg'ambar alayhisalom bilan birga edim. Bir kuni atiganligi biz yo'l yurib ketayotgandik. Men uningga yaqin mangdim va: "Ey Allohning payg'ambari,
meni cennetga elib kirdigan, dozaqdan yiroqlashtiradigan bir ishni deb bergin dedim. Payg'ambar alayhisalom, sen haqiqatan katta bir ishni so'rading. U ishni qilish Allah uni qilishga oson qilgan odamga albatta osondir. Alloh taologa ibodat qilgan, uningga hech narsani shirik qilmagan. Namozni ado qilgan, zakatni bergan, Ramazonning ro'zasini tutgan va Baytullohni tavob qilgan dedi. Ondan sana yaxshilikning yo'llarini ko'z tutib qo'yaymi? Ro'z tutish qalqondir. Ya'ni ro'z tutqichini davzaqdan saqlaydi. Sadaqa xatolikni o'chirdi. Birovning kechining yerimida o'qigan namozi uni yaxshilik qilishga yetaklaydi dedi. Ondan Payg'ambar alayhisalom, ularning yonlari o'rin ko'pidan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oziqlaydi. Ular Rabbining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib, uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi degan oyatni o'qidi. Ondan bu ishning beshini, uning turkini va yuqori pallasini sana deb beraymi dedi. Men ma'qul deb bergan, ey Allohning payg'ambari dedim. Payg'ambar alayhisalom, bu ishning beshi islomdir. Uning turki namozdir. Uning eng yuqori pallasi Allohning yo'lida jihad qilishdir dedi. Ondan buning hammasiga kepillik qildigan narsani sana deb beraymi dedi. Men deb bergin, ey Allohning payg'ambari dedim. Payg'ambar alayhisalom tilini tutib turib, ondan buni yiqqin dedi. Men, ey Allohning payg'ambari, biz haqiqatan tilimiz bilan so'zlagan narsaga jazolanamdiq dedim. O anang sana yig'lab qolsin. Ya'ni sen o'lgin, anang sana yig'lab qolsin degan ma'noda. Kishilarni davzaqqa dum tushiradigan yana bir rivoyatda burnicha yiqitadigan narsa faqat ularning tillarining yaxshi amallarini yo'q chiqaradigan so'zlarni qilishdir dedi. Bu hadisni Tirmizi, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xush qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Ya'ni Alloh ularga jannatlarda yoshirin saqlagan, uningga o'xshash nozi ne'matlardan hech kim xabar topmagan, tugumas ne'matlarning va lazzatlarning kattaligini hech kim bilmaydi. Ular amallarini yoshirin qilganligi, ya'ni kechida tahajjud namoz o'qiganligi, kishilarga bildirmay sadaq qilganligi, ro'z tutganligi qatorliq amallarni va boshqa yaxshi ishlarni yoshirin qilganligi uchun Alloh taolomu ularga beriladigan savobni ularga muvofiq mukofot bo'lishi uchun yoshirib saqladi. Mukofot haqiqatan amalining o'z xilidan bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. İbn Abu Hatem Hasan Basrining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Kishilar amallarini yoshirin qildi. Allah Teala'mı ulağa köz görüp bakmagan, insanın diliga keçip bakmagan mukofotni yoshirin saqladı. İmam Buxoriy Allah Teala'nın ularning qilgan amallariga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi degan oyatni tafsir qilib, ondan Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Allah aytadiki, salih, yani yaxshi bandilarimga ko'z ko'rmagan, quloqlar anglamagan va insonning diliga keçip bakmagan mukofotlarni tayyorladim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu yana mundaq dedi. Agar xohlasanglar bu oyatni o'qinglar. Allohning huzurida saqlangan va ularni xush qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Bu hadisni Imom Muslim va Tirmizi rivoyat qilgan.
İmam Buxariyning rivoyatida mundaq deyilgan: İnsanning diliga keçib bakmagan mukofotlarni tayyorladim. Sizlarga bildirgan arzimas ne'matlarga berilib ketmanglar. İmam Muslim Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki jannatga kirsa, ne'matdan bahramand bo'ladi. Jafo chekmaydi. Kiyimi ko'nirmaydi. Yoshlik tugumaydi. Cennette ko'z ko'rib bakmagan, quloqlar anglamagan, insonning diliga keçib bakmagan narsalar bor. Subhanalloh. La havle ve la kuvvete illa billah. Mu'min odam fosiq odamga o'xshamdi. Ular oxiratlik savobda barobar emas. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. Ularning qilgan amallerini mukofotlash yuzidan ular uchun tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi davzax bo'ladi. Har qachon ular davzaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular davzax qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan davzaxning azobini tetinglar deyiladi. Ularning tavba qilishi uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz. Rabbining oyatlari bilan vaz nasihat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdinmi, zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. Mu'min bilan fosiqning barobar bo'lmaydiganlik to'g'risida Allah bu oyatda o'zining adolati va hurmatidan xabar qiladi. Allah qiyomat kuni Allah Taolaning amriga ishongan va payg'ambarlarga ergashgan kishi bilan Rabbining itoatidan chiqqan, Allah Taolaning avatgan payg'ambarlarni inkor qilgan fosiq kishi bilan barobar hukm qilmaydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Yaman ishlarni qilganlar, ya'ni gunohkor kuffarlar o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilmishlarimizni o'zlarini iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlardek qilishimizni hayotlikda, mamatlikda ular bilan o'xshash qilishimizni o'ylamdi. Ya'ni ularni o'xshash qilishimiz mumkin emas. Ularning chiqargan hukmi nima degan yomon? Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdiq. Ahli do'zax bilan ahli jannat qiyomat kuni barobar bo'lmaydi. Mu'min odam fosiq odamga o'xshamdi. Ular oxiratlik savobda barobar emas. Ya'ni ular qiyomat kuni Alloh taolaning dargohida barobar emas. Ata ibn Yasar, Suddi va boshqalar bu oyat Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bilan Uqba ibn Abu Mu'id haqida nozil bo'lganligini tilga olgan. Shunga Alloh ularning hukmini ayirib chiqarib mundaq dedi: iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, ya'ni dillari Alloh taolaning oyatlarini tasdiqlagan, o'zlari shu oyatlarning talbiga muvofiq yaxshi amallarni qilgan kishilar kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. Ya'ni jannatdagi turalg'i joylar, esil uylar va oliy qasrlar bo'ladi. Qasrlarda bo'ladi. Ularning qilgan amallarini mukofotlash yuzidan ular uchun tayyorlangan joydir. Ya'ni ziyofat va hurmat ko'rsatish yuzidan tayyorlangan joydir. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ya'ni itoatdan chiqqanlarning qarorgohi davzax bo'ladi. Har qachon ular davzaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular davzaxga qaytariladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Her qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Fazl ibn Ayaz mundaq deydi: Alloh bilan qasamki, ular
qo'llari bog'langan va putlariga kishan selingan holda bo'ladi. O't yolqini ularni yalmab turdi. Farishtalar ularni to'qmoq bilan urib orqaga qaytirdi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetinglar deyildi. Ya'ni bu so'z ularga taptani qilish va malomat qilish uchun deyildi. Ularning tavba qilish uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini testimiz. İbn Abbas mundaq deydi. Eng yaqin azobdan dunyoning musibatlari, kasalları, afetleri ve Allah Teala bendilerini ularning Allah Teala'ga tövbe qilishleri için sınaş yüzüden ehli dünyaya düşürgen türlü külpetleri göz tutuldu. Ubey ibn Ka'b, Ebu Aliye, Hasan, İbrahim, Nahai, Zahhak, Alqama, Atiye, Mücahid, Qatada, Abdülkerim, El-Cezari ve Hasb qatarlıqlamı bu ayetni İbn Abbas o'xshash tafsir qilgan. Rabbining oyatlari bilan va'z nasihat qilingan, ondan oningdan yuz o'rgan odamdinmi, zolim odam bormi? Ya'ni Allah Taolaning oyatlari bilan va'z nasihat qilingan. Shu oyatlarni ro'shan va ochiq bayon qilib berilgandan keyin shu oyatlarni tark etgan, oningdan tenib yuz o'rgan ve onu hiçbir bilmeydiğandek unutib ketgan odamdinmi, hiç zalim odam yo'q. Qatada mundaq deydi. Allah Taolaning va'z nasihatlaridan yuz o'rishdan qat'iy saqlaninglar. Kimiki Allah Taolaning va'z nasihatlaridan yuz o'riydigan, u haqiqatan eng cho'ng g'aflatda, eng ichinishli ahvolda qolgan va eng cho'ng gunoh qilgan hisoblandi. Şuna Allah Teala o cinayetini kılgan adamını korkutup mındaq deydi. Biz günahkarlarını çokum cezalayımız. Yani bu cinayetini kılgan adamdan kelgüsü de en qattiq intikam alamen. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şek şübhisiz ki biz Musa'ga kitap, yani Tevrat'ını ata kıldık. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Miraç gecesi de ya kıyamet günü de Musa'ga mulakat buluştun şeklenmegen. Biz Tevrat'ni İsrail avladıga yetekçi kıldık. Ula külpetlergi sevir kılgan, bizning ayetlerimizge cezmen işengen çağda, uladın bir kısım kişilerini bizning emrimiz bilen doğru yol gösterdiğen peşvala kıldık. Senin Rabbin kıyamet günü ularning arasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqardi. Musa'ning kitobi va Isroil avlodining to'g'ri yo'lga boshlamchilik qilganligi to'g'risida. Allah bu oyatda bandisi va payg'ambari Musa alayhisalomga Tavratni berganligini xabar qiladi. Allah Taala mundaq deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Miraç kechasida ya qiyomat kunida Musa'ga mulakat buluştun şeklenmegin. İbn Abbas'tan Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet kıldı. Men Isra keçisi, yani Peygamber Aleyhisselam asmanga öriltilgen keçisi Musa İbn İmran'ını köydüm. O buğday ön, boyu igiz, çeçi dolqunsuman ve oruq yüzlük adam bulup, goya o Şenu'a kabilesinin adamlarına okşap qalatdı. İsa'nı köydüm. Aksırık, ottur boy, tüz çeşlik adam idi. Devzakını başqırıcı periştini ve deccalını köydüm. Allah ulanı onun müciz qatardı kösetti. Allah Teala bu ayette sen Musa'ga mulakat buluştun şeklenmegin deginidek Muhammed Aleyhisselam asmanga öldürülgen keçisi Musa Aleyhisselam'ını köydü ve onun bilen mulakat buldu. Biz Tevrat'ni İsrail avladıga yetekçi kıldık. Allah Teala bu vaqtda Sure İsra'da mundaq degan. Musa'ga kitapni, yani Tevratni ata qildik.
kitobni Isroil avlodiga yetakchi qildik. Ularga mendan g'ayrini hami, ya'ni Rabb qilib olmanglar dedik. Ular külpetlerge sabr qilgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. Ya'ni ular savrchanlik bilan Alloh taolaning amr farmonlarini bajo keltirgan, Alloh taolo to'sqan ishlarni tark qilgan, payg'ambarlarni tasdiq qilgan, payg'ambarlar ilib kelgan to'g'ri yo'lga ergashgan chaqda ulardan bir qism kishilar Allah Teala'nın emri bilen haqni ko'rsatadigan, yaxshilik chaqiradigan, yaxshi ish qilishga buyuradigan, yomon ishdan to'sadigan peshvolar qilindi. Ondan ular haqni o'z o'rnidan almashtirib, uni qasddan o'zgartgan va burmilgandan keyin ular ana shu tarafdan, ana shu sharafdan quruq qoldi. Ularning dillari qetib ketganlikdan Tevrat'ın sözlerini öz o'rnidan qasddan o'zgartib etdi. Ular yaxshi amalni qilmaydi. Ularning e'tiqodimi durust emas. Sufyan ular aynı vaqtda ayni shundoq peshvolardan edi. Kishilar ergishadigan peshvo bo'lgan odamga dunyoning kulpatlaridan o'zini elib ketish munosib emas dedi. Şek şübhisiz ki biz İsrail avladığa kitabni, yani Tevratni, hikmetni ve peygamberlikni ata kıldık. Ulağa din işide roşen delillerini verdik. Senin Rabbin kıyamet günü ulağının arsıda ula ixtilaf kılışkan dini işler üstüde elbet hüküm çıkırdı. Yani ula ixtilaf kılışkan etiqat ve ameller üstüde hüküm çıkırdı. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni Makkaliklar, ular, ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Buningdan bizning qudratimizning cho'ngligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. Ular ko'rmamdiki biz giyosiz zaminga yomg'ir suyini surib elib boramiz. Onun bilan ularning hayvanatları ve özleri yeydigan ziraatlarni undirib chiqiramiz. Ular buni ko'rmamdi. İlgari o'tganlardan ibrat ilish to'g'risida Allah Teala bu ayette mundaq deydi. Payg'ambarlarni inkor qiluvchilar ilgari o'tgan ummatlarni ularning payg'ambarlarni inkor qilganligi, payg'ambarlar ularga elib kelgan to'g'ri yo'l ustida qarshilik qilganligi uchun Alloh taolaning ularni halok qilganligini bilmaydi. Ulardan hech qanday bir iz ya asar qolmadi. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan birer ahdini ko'ralamsan, yoki ulardan birer pes ovoz anglayalamsan, ya'ni ular shundoq taltuk halok qilindiki, ulardan ko'gili ve ovozni anglag'ili hech ahadi qolmadi. Ular, ya'ni Makkaliklar, ular, ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni inkor qiluvchilar ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning turalg'i joylaridan o'tib turdi. Ular u joyda o'ltiraqlashgan ve u joyni ovatlaştırgan hech odamni ko'rmaydi. İlgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning izi nihoyatda tez yo'qoldi. Go'yo ular uylarida tug'magandek, ya'ni ularning tug'gan joylari odamzod tarafidanovat qilinmagandek bo'lib qoldi. Ular zulm qilganliklari uchun ayni ularning uyları odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Nurg'un shahar aholileri zalim bo'lganliklari uchun shaharning uylarining o'gizlari o'rilib, üstüge tamları yıkılıp, nurg'un taşlandı quduqlar
va egiz imoratlar aholisiz qolgan. Ular ziminda sayr qilmadimi? Shuning bilan ular, ya'ni sayr qilib tushunadigan dillarga yoki anglaydigan quloqlarga ega bo'lmadimi? Haqiqatan ko'zlarla ko'r bo'lmaydi, lekin ko'kraklardagi qalblar ko'r bo'ladi. Ya'ni haqiqiy ko'rlik ko'zning ko'rligi emas, dilning ko'rligidir. Ko'r odam ibrat olmaydi va tushunmaydi. Buningda bizning qudratimizning cho'ngligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ya'ni shak shubhisizki, ayni shu qavmning yo'qolishi turalg'i joylarining xonavayron bo'lishi ularning payg'ambarlarni inkor qilganligi sababidan ularga azob tushishi va payg'ambarlarga iymon keltirganlarning nijotlikqa erishishi qatorliqlarda jazman Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar, ibrat ilishqa tegishli va'z nasihatlar va bir-biriga o'xshab ketgan misollar bor. Ular anglamamdi, ya'ni ilgari o'tganlar haqida ularning ishlarining qandoq bo'lganligini ular anglamamdi. Zaminni suv bilan terildirish qiyomatning dalili ekanligi to'g'risida. Ular ko'ymamdiki, biz giyosiz zaminga yomg'ir suyini surib elib beramiz. Allah Teala bu ayette yağmur yoki kelkün suyini avatib insonlar qilgan shafqatini va ular qilgan yaxshiligini bayon qildi. Kelkün suyu tog'lardan tushib, suvga ehtiyojli yerlarga o'z vaqtida daryolar bilan eqib keladi. Giyosiz zaminga, ya'ni u hech qanday o'simlik yo'q zamindir. Biz cho'qim yer yuzidagi dal-daraxt, tog' va boshqa qatorliq narsalarning hammasini yo'q qilib, yer yuzini tüp-tüz bayavonga aylantiramiz. Ya'ni hech qanday narsa unmaydigan cho'l zaminga aylantiramiz. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. Ular ko'ymamdiki, biz giyosiz zaminga yomg'ir suyini surib elib boramiz. Onun bilan ularning hayvonotları ve özleri yeydigan ziraatlarni undirib chiqaramiz. Ular buni ko'ymamdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Bu kafir inson o'zining yemekliklariga ibrat nazari bilan qarasin. Biz bulutdan zo'r miqdorda yomg'irni yog'dirdik. Ular, ya'ni Mekke kuffarları mesxir qilish yuzidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshadi? Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, aytib beringlar deydi. Aytqinki, hukm chiqariladigan kunda kafirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlat berilmaydi. Sen ulardan yuz o'rgin, ya'ni so'zlariga parvo qilib ketmagin. Sen Allah'ның ulağı düşüdüğün azabını kütkin. Ulamı hakikaten siləgi düşüdüğün nəslərini kütküçilədir. Kuffarlarının azabının tizletilişini tələb qilishi və ulağı verilgen cevap doğrusudur. Allah bu ayette kuffarlarning o'zlariga bo'ladigan Alloh taolaning azobining tiziltilishini va o'zlarining ustiga tushadigan Alloh taolaning g'azabi va qahrining tiz tushishini talab qilganligidan xabar qildi. Ular bu azobni yiroq sanab, uni inkor qilib va unga qarshi chiqib shunday qildi. Ular, ya'ni Makka kuffarlari masxir qilish yuzidan biz bilan sizlarning oranglarda chiqariladigan bu hukm qachon amalga oshadi? Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, aytib beringlar deydi. Ya'ni Makka kafirlari, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, qachon bizning ustimizdan nusratga erishsan, sening
aytishingcha sening bizning ustimizdan g'alaba qozonadigan bizdan sen uchun intiqom ilib beradigan vaqting bormish. Bizden sen için intikam ilip berildiğin vaktin varmış. Bu vakt kaçanki buludu? Biz seni ve senin hamrahlarını fakat yoşurungan, korkkan ve harlangan halde körüvatımız o, dedi. Eytkin ki, hüküm çıkarıldığın günde, yani sizlerge dünya ve ahirette Allah Teala'nın azabı ve kahri gazibi düşken günde, kafirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan. Ularga payg'ambarlari ro'shan mo'jizalar bilan kelganda o'zlarida bor ilm bilan faxrlanib payg'ambarlarni inkor qildi va masxir qildi. Ularga o'zlari masxir qilgan va kelsa deb aldırgan azap nazil bo'ldi. Ular bizning azabimizni ko'rgan chaqda biz bir Allohga iymon etdik, biz burun Allohga shirk qilgan butlarni inkor qildik dedi. Kimiki bu oyatdagi al-Fatih degan so'zdan Makkaning fathi bo'lishi ko'z tutilgan desa, u haqiqatan asli maqsaddan yiroqlashib ketgan va xato tushungan bo'ladi. Makka fathi bo'lgan kuni Payg'ambar alayhisalom islomga majburiy kirganlarning aytgan iymonini qabul qilgan edi. Ular 2000 atrofida odam edi. Agar ular yuqorqi al-Fath degan so'zdan Makkaning fathisini ko'zda tutgan bo'lsa, Alloh taolaning aytganki, hukm chiqariladigan kunda kofirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatmi berilmaydi degan oyati bo'lganligi uchun payg'ambar alayhisalom ularning aytgan iymonini albatta qabul qilmagan bo'ladi. Bu al-Fath degan so'zdan faqatla hukm qilish, bu yan ayirish maqsad qilindi. Bu ma'noni Alloh taolaning tuvendagi oyatlari ta'kidlaydi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargan. Aytqinki, Rabbimiz bizni qiyomat kuni yig'idi. Ondan bizning oramizda haqliq bir hukm chiqardi. Haqliq bilan hukm chiqardi. Payg'ambarlar Allohdan madad tiladi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankeşlik qilib, haqiqatdan bosh tortquchi halak bo'ldi. Ve ilgari ular Muhammed aleyhisselamni vasıta qilib kafirlarga qarshi o'zlariga yordam kelishini tilaydi. Ey kuffarlar jamiyasi, agar sizlar g'albin tilasanglar, g'alba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni bu sizlarning ziyninglarga keldi. Bu oyatlarda al-Fatih degan so'z hukm, madad, yordam va g'alaba degan ma'noda ilindi. Sen ulardan yuz o'rgin, ya'ni so'zlariga parvo qilib ketmagan. Sen Allohning ularga tushadigan azobini kutgin. Ularmu haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutkichilardir. Ya'ni ana shu mushriklardan yuz o'rgin. Rabbingdan sana nazil qilingan narsani tabliq qilgin. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana Rabbing tarafidan vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin. Alloh taolodan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Mushriklar bilan teng bo'lmagan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen kütüp turg'in. Kelgusida Alloh taolo haqiqatan sana bergan va'dasini amalga oshirdi. Sana qarshilik qilgan odamning ustidan sana yordam qildi. Alloh taolo haqiqatan va'dasiga xiloflik qilmaydi.
Allah Teala mındaq deydi. Ulamı hakikaten kütküçülerdir. Yani sen Allah Teala'nın ulağı düşüdüğün azabını kütüp durğuçsen, ulamı sizlerinin hadiseye uçuruşlarını kütüp durğuçlardır. Ula eytidir. O şairdir. Biz onun zamanının hadislerine yoluqışını kütümüz. Sen kelgüsüde senin ula yetküzgen əziyyətlərə səvr qılğanlığının yaxşı akıbetini Allah Teala'nın risalesini yetküzüş yolunda nusretke ve kollaşqa erişkininde görürsen. Ulamı kelgüsüde Allah Teala'nın azabı özleri düşken, özleri Allah Teala'nın qattiq azabıga duchor bo'lgan chaqda sening va sahobalarning haqida kutganlarining oqibatini biladi. Bizga Alloh kifoya. Alhamdulillah. Allah nima degan yaxshi hami. Shuning bilan sura Sajdaning tafsiri tugadi. Allah Teala'ga sonsuz hamd sanolar bo'lsin. Kelar qitimda Sura Ahzab tafsiridan 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi